Assalomu alaykum, anjuman ishtirokchilari va a'zolari. Yaqinroq. Yuqorida aytib o'tgan hamma ustozlarimizning fikrlariga qo'shilamiz. Ijodlaringizga davronlik qilamiz. Qisqa qilmoqchiman, vatan to'g'risida ekan. Vatanni sevmoq iymondandir deganlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U zotni ummati sifatida aytamanki, vatanni sotmoq bu shaytondandir. Vatan bu muqaddas. Hamma endi shu ijod ahliga boshqacha qarashadi millatimizda, o'zbek xalqida. Bu ijod xalqi, ijod ahli har bir zamonda o'zini davri bo'ladi. İnsanlar qalbida ayta olmaydigan, bularni yuzaga chiqarib beradigan bu shoirlarimiz ijod xalqi bo'ladi. O'sha mustaqilligimizga va mustaqilligimizdan oldingi davrlarga qarasangiz, o'sha mamlakatni kelib chiqishi, mamlakatning rivojlanishi, o'sha davrda adolat va adolatsizlik bo'lgan har bir narsa shoir va yozuvchilar qalami bilan muhrlangan. O'shaning uchun biz o'zbek millatida yozuvchilar, shoirlarga umuman e'tibor, hurmat o'zgacha bo'ladi. Ularning umrlari ziyoda bo'lsin. Allohim ilmiga, rizqiga va umriga, sog'ligiga ziyodalik tilayman barcha ustozlarimizni. O'zbek xalqidan juda ham butun dunyoga tanilgan nima deydi, shoir va ijodkorlar chiqsinki, o'sha millatni yanada ham qanaqadir kuchli ekanligini isbotlab berishi maqsadida biz o'shaning uchun ijoddamiz. Zamon talabiga javob beradigan yangiliklar yo'nalishidamiz. O'sha xalqimiz zerikmasdan sirazi qisqa satrlarda ijod qilyapmiz. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Millatimiz rivojlanishida va butun dunyoda tanilishimizda, o'zbek millati yanada kuchli ekanligini butun jahonga isbotlashimizda hammamizga va hammalaringizga ravnaqlar tilab qolaman.